36-savol. Kvadrat tenglama berilgan. Mana shu tenglama bitta ildizga ega bo'ladigan a ning barcha qiymatlari yig'indisini toping degan savol bo'lyapti. Kvadrat tenglama bitta ildizga ega bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? X kvadrat. Endi kvadrat tenglama degan bo'lsa, x kvadrat oldida 0 dan farqli son turishi kerak. Kvadrat tenglama degani uchun 0 dan farqli son turibdi va diskriminant 0 ga teng bo'lishi kerak, xolos. Unda diskriminantni 0 ga tenglaymiz. Demak, -4 3a - 2 ni kelinglar buni boshqa yerga yozayda. Bu yerga yozay. -4 3a - 2 ni qavs kvadrati minus demak 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan a kvadrat plus 2a. Shu teng 0. 4 ga bo'lib yuborsam bo'ladi. Unda 4 ko'paytirilgan 9a kvadrat minus 6 12a plus 4 minus 3 ko'paytirilgan a kvadrat plus 2a teng 0. Buni soddalashtiradigan bo'lsam 33a kvadrat minus 48 ga minus 6 ni qo'shsam minus 54. 16 dan 16 ni o'zi ekan. Teng 0. Mana shunday ko'rinishga kelyapti. Mana shu 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, bitta ildizga ega bo'lishi uchun shu 0 ga teng bo'lishi kerak. Shuni yechimini qiladigan bo'lsak, ustozlar, nima hosil bo'ladi? Buni yechimini hosil qiladigan bo'lsak, kvadrat tenglama a ning qanday qiymatlarida bitta ildizga ega bo'ladigan a ning barcha qiymatlari yig'indisini toping deyapti. A ning barcha qiymatlari yig'indisi demak, bu yerda a1 plus a2. Mana bu yerda diskriminant 0 dan katta-yu. Buni diskriminanti, ya'ni diskriminant shtrix deylik. Mana shu a ga bog'liq kvadrat tenglamani diskriminanti haqida gap ketyapti ustozlar bu yerda. Mana bu ikkalasini boshida 0 ga tengladik, keyin esa 0 dan katta dediz-u demayli, chunki bu diskriminant, bu esa diskriminant shtrix, ya'ni a ga bog'liq diskriminant. Ya'ni a ga bog'liq kvadrat tenglamani diskriminanti, bu esa x ga bog'liq kvadrat tenglamani diskriminanti. a1 plus a2 demak 54 taqsim 33, ya'ni 18 taqsim 11 bo'lar ekan. A variantimiz 18 taqsim 11 bo'lyapti. Endi esa B variantiga o'tamiz. B variantda aytyapti, yechimga ega bo'lmaydigan a ning butun qiymatlari nechta degan savol bo'lyapti. Yechimga ega bo'lmasa, mana bu nimani tenglik qilib yechishimiz kerak. 33 a kvadrat minus 54 a plus 16 kichkina 0 dan. Mana shuni yechimini qiladigan bo'lsak, ustozlar, bizda endi u yerda kalkulyator ishlatishga imkoniyatimiz yo'q. Xo'p, o'shaning uchun kelinglar imkon qadar kalkulyator ishlatmasdan ishlashga harakat qilaylik. 54 ni kvadrati demak, men 40 dan 60 gacha bo'lgan oraliqdagi barcha kvadratlarni demak sodda usulini bilaman, o'sha bo'yicha hisoblab ketaman. 54 ni kvadrati demak 50 dan 4 ga ortiq bo'lgani uchun 25 plus 4 29. 4 ni kvadrati 16. 29 16, ya'ni 2916 ekan. Minus 4 ko'paytirilgan 33 ko'paytirilgan 16. Mana shu demak hisoblaydigan bo'lsak, mana shunday ko'rinishga keldi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni davomini hisoblaydigan bo'lsak, necha bo'ladi? 2916 demak 33 ni 16 ga ko'paytirsak. 33 ko'paytirilgan 16 hisoblasak 8 18 demak 19 bo'ladi. 33 demak 528. Keyin esa buni yana 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 12 32, ya'ni 3 yodda 8 11 demak 1 yodda 20 21 2112. Demak 2916 dan 2112 ni ayiradigan bo'lsak necha bo'ladi?
Shunda 804 bo'ladimi? 804. Endi bundan ildiz nima chiqadi? Ildiz chiqarish muammo bo'ladi-da endi. Xo'p. Hozircha 4 ko'paytirilgan 201 deb yozib turaylik. Bundan ildiz chiqmaydi. Xo'p, shunda A12 teng 54 plus 2 ildiz ostida 201 plus minus taqsim 2 ko'paytirilgan 33. Bundan A1imiz 2 ga bo'lsam 27 plus ildiz ostida 201 taqsim 33. A2 esa 27 minus ildiz ostida 201 taqsim 33. Endi qaranglar, kichkina bo'lgani uchun ikkalasini o'rtasi bo'ladi. 27 minus ildiz ostida 201 taqsim 33 dan 27 plus ildiz ostida 201 taqsim 33 gacha. Mana shu oraliqda bo'ladi ustozlar. Demak, shu ikkalarini chiroyli qilib yozaydi. Hammaga tushunarli bo'lsin. Shuni orasida bo'ladi. Bu ikkalasi demak kirmaydi. Shu orasida nechta butun yechimi bor ekanligini topishimiz kerak. 201 dan necha chiqadi? Deylik 15 bo'lsa, 15 225 bo'ladi. 15 dan kichkinaroq son chiqadi, ya'ni 14 dan kattaroq son chiqadi. 27 dan 14 dan kattaroq bo'lgan sonni ayirsak, 15 dan kichkina bo'lgan sonni va 33 ga bo'lsak, 0 butun nimadir bo'ladi. 0 butun nimadir. Ya'ni bizga aniq kerak emas u narsa. 27 ga 201 14 butun 4 deylik masalan. 27 ga 14 butun nimadir qo'shsak, 31 butun nimadir bo'ladimi? Yo'q. 41 butun nimadir bo'ladi. Demak, 33 ga bo'lsak, 1 butun nimadir bo'ladi-da. Ya'ni menga nimadir qiziq emas. Men kalkulyator ishlatmayapman. Nimadir qiziq emas. Demak, 0 butun nimadirdan 1 butun nimadirgacha bo'lgan sonni orasida faqat 1 degan butun son bor. Sizlar ham ertaga u yoqqa kirgandan keyin ustozlar buni aniq hisoblab o'tirmaysizlar.